Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana qiziqarli o'yinlar o'ynaymiz. Demak, xotira mashqini ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu raqamlar turibdi. Demak, 10 sekund ichida eslab qolamiz hamda buni topamiz. Qaysi raqam qayerda ekanligini. Ketma-ketlikda eslab qolinglar, ha? Bo'ldimi? To'nkaramiz. Demak, boshladik. 1, 2, 3, 4. Noto'g'rimi? Noto'g'ri. Uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz. Demak, bunda nima olasam muslima? Bolajonlar bilan xayrlashamiz. Xayr bolajon.